1 million narxi beraman. Qachongacha? May boshigacha. May boshigacha 1 million. Shanba-yakshanba-chi? Dogovorni. Dogovorniga. Basseynga qachon suv solib berasan? Bir haftada solaman. Bir haftada solasan, remont qilib, buni ham, dachani zo'r qilib, sochni qilib remont qilib qo'ysan. Xudo'sida, xo'p, qaranglar. Manzara ko'rinib turadi. Letniy basseyn, shunaqangi arg'imchoq, zeleniy zona, stolni tennis, mana bitta arg'imchoq, archani zo'rlari salqingina mazza qilib, takoy kichkina oylikada dam olishni tavsiya qilaman. Tapchan, qozonchoq, hamma narsasi bor. Ichkarilarda sharoitlar yaxshi, do'stim. Xo'p. Bismillah, qani mana qaranglar. Stol, yumshoq mebel, PlayStation, televizor. Обычный xo'p. Bu yerda kravatlar qo'yib qo'yilgan spalniyamizda, bu yerda namozxonaga joy qoldirib ketgan o'rtog'im. Xo'p. Bu yerda ham 3 kishilik kravat. Общий 4 kishi yotsanglar bo'ladi. Zimniy kuxnyasi kichkina bo'lsa ham dachamiz bag'ri keng, общийga sanuzil, zimniy basseyn va finskiy saunamizda dachamizda hamma sharoitlari bor, xudo xolasa. Xullas, may boshigacha 1 million, shanba-yakshanba kuni dogovorni, pastda o'zining nomeri bor. Bemalol telefon qilib bog'laninglar. Dachasi haqiqatan ham yaxshi, mana kanatkilar, hamma narsa. Karzingidan aytdiki bir 200 metr ichkariga kirilganda.